Aldığımızda kelayotgan bayramga dan ma'nodek nayt chiroyli ham yeyishlik bo'lgan qiyiqchini qanday qilish bilmay o'tirib qolayotgan urug'tuqali bag'u deyman. Ammo men bugun sizlarga o'rgatay, qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatam ko'zingiz chuqur o'rganalaysiz, hamma o'rganish boshlaylik. Avval xamir yug'irish mashinasiga 3 qacha atrofida un to'kib olamiz. Ishlatganim yalla Elnorining dishli o'lchimidagi 5 dan xoli silliq ayluni. Arqadan yarim qo'shiq tuz va ravr surazon tuxumidan 3 dal pishq mayda yarim piyola atrofida qo'yamiz. Suv yoki sutni nayt az miqdorda qo'yiblar, ko'proq miqdorda qarkunchi silib, ig'izni itib xamir yug'irish boshlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin yana 5 minut atrofida ravr ishlatib itib, xamirni 3 ga bo'lib olamiz. Bo'lib bo'lgandan keyin xamirimizni chiroyli qilib zul tugilib, yana 5 minut atrofida sliv xaltaga yo'g'ib tindirib olamiz. Hamda bu vaqtda qozon ko'proq miqdorda may qo'yib qizitib turaylik. İşletkinim yalla Elnorining tuvan besim, tuvan temperatura ishlab chiqarilgan 1-darajalik qichmeyi. Orqadan tayyor bo'lgan xamirimizni suratdagidek mana shundaq nayt nipis qilib yevelib, navoda oilamizda ma'nodek gullik keskich bo'lsa, mushuni kessak bo'ladi yoki pichoq kessak bo'ladimi urug' tuqqanlar. Yo'gash jarayonida diqqat qiladigan birdan-bir ish bo'lsa chuqum har bir barmoqimizning orasiga ayrim-ayrim yo'gaymiz. Oxirida qo'limizni nam qilib mana shundaq yo'gaysak bo'ladi. Meyimiz qizib tayyor bo'lganda qiyoqchini cho'qiga o'tkazilib, suratdagidek mana o'shalarni to'xtamay aylantirsak, qiyoqchimiz ko'payib bir xil chekiladi. Ondan buni suratdagidek mana shundaq rangi normal lalat sarg'ayganda siz bilib olamiz. Taqsiga chiroyli tizib olgandan keyin ustiga uvoq nayt inchiga izib olgan qanni sepetiplar iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli oddiy, lekin nayt ko'rkam yeyishga chiqadi. Oil chuqur bir sinab qilgan urug'tuqqanlar. Oxirida qo'llash nayt oddiy urug'tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.